Qiyir-qiyirlarda o'qishlarni davom berdingiz yo tashqari o'lkalarga ham o'qish uchun ketdingizmi? Ha. Albatta mening umuman tahsilim Afg'oniston ichida bo'lgan. Undan keyin mana shu hozirgi madrasamiz Said Merkulolda tahsil oldim. Mazor Sharif bordim, rahmatli Shayx Abdulxoliqning yonlarida o'qidim. Lutfiy janoblari aniqlikni katta iftixori she'r to'g'risida edi. Bulardan so'roqlar bor inshaalloh. Ulardan javob olamiz. Lutfiy janob Kulli jomi ta'rif qilish biroz qiyin. to'g'ri. Chunki donishmandlar, bilimdonlar turli ta'rif qilgan. Abdurahmon Jomi Alisher Navoiy Sulton Murod olimning ilmiy asarini nashr qildim. Ham bor, la havla va la quvvata illa billah vaznida bo'lsin dedilar. Yo maf'ul mafa'il fa'al maf'ul mafa'il mafa'il fa'al maf'ul mafa'alun mafa'il fa'al mana shu romantik uning keyinidan bir parcha irfoniy she'r ham o'qidim. Nega ay ishq vafosiz bo'lding, seni jondan oshirib suygan, baxtimning oyi chiqmaydi bulut ortida dam olib turgan, manazin jismu azin savmaa day rozodam, manazin jismu azin savmaa day rozodam, poyman basta ba zanjir ba u dil dodam. Assalomu alaykum aziz hurmatli o'lkadoshlar. Umid qilaman qayerda bo'lsangizlar sog' va salomat, tinch va sog'lom yashanglar. Men Ikrom Xushol Nazariy Biso Andxoyi Xushol TV orqali Ma'rifat degan dasturda yana bir bor sizlarning xizmatlaringizda tayyor. Hurmatli do'stlar, shunday bilamizki, Ma'rifat degan dasturi har haftada doim mehmonimiz bor. Xushvaqtona yo quvonamizki, bu hafta mehmonimiz bor. Bu hafta albatta mehmonimiz ham doktorlar, ham shoirlar, ham muftiy hamda yozuvchi, bularni yonda o'ltirib ko'p faxrlanamiz, iftixor etamiz. Ular Andxoyimizga katta iftixor, katta faxr va nima desam bo'ladi. Hurmatli do'stlar, bu hafta dasturimizda doktor muftiy Soyib Muhammad Hanif Lutfiy janoblari dasturiga mehmon. Bularni xush keldingiz deyman. Lutfiy janoblari xush keldingiz. Assalomu alaykum. Men ham o'z navbamda Ikromjon Xushol Nazariy ilog'imdan ko'p minnatdorchilik bildiraman. Mani o'z barnomalariga da'vat qildi. Tashakkur, salomat. Lutfiy janoblari shunday sizni Andxoy to'rtala ulu savoliga xalqi taniydi. Yana agar imkon bo'lsa, ko'ruvchilarga o'zingizni bir tanishtirsangiz. Salomat bo'ling. Meni ismim Muhammad Hanif Lutfiy. Andxoy ulu savoligidan bo'laman. Shu Andxoyning bolasi hozirgi zamonda Balx universiteti o'zbek tili va adabiyoti bo'limida o'qituvchi bo'laman. Tashakkur, salomat bo'ling. Muhammad Hanif Lutfiy janoblari dasturga mehmon. Albatta aytib o'tdim, bular doktor, shoir, muftiy va hamda yozuvchi edim. Bulardan so'raylikki, bu muqomlarni qanday va qanday iste'dodlarni qo'lga keltirganlar Lutfiy janoblari? Aslan mani yoshligimdan shunday bir narsa bo'lgan, shu o'qish bilan shavqmand bo'lganman, qiziqqanman. Men ko'proq madrasa o'qiganman. Maktab ham o'qidim, shuning jarayonida madrasa ham o'qidim. Ko'pincha men madrasada shaxsiy mutolaam ko'p edi. Ya'ni madrasa ilmiy darslardan yuqorida ham beruniy tashqi ma'lumotlar yig'ar edim. Buna shu narsalar sabab bo'ldi. Men konkurs orqali Pantun bordim, adabiyot o'qidim. Uning qibolida, uning yonboshida madrasa ham o'qigar edim. Albatta men 2 Pantunni bir kunda o'qiyar edim. Birtasi ertang tomondan, birtasi peshin tomondan. Adabiyotning yarim kun o'qigan bo'lsam, tabobatni yarim kun o'qigar edim. Undan keyin shunday bu ikkisini yetishtirdim. Mavlavlikni ham o'sha marhalagacha olib bordim. Keyin Pantunlar tamom bo'lgandan nari ifto taxassus tomonini boshladim. Menga taxassus ifto, ya'ni muftilik marhalasini o'qishlik qiyin emas edi. Buning uchunki men yoshligimdan rahmatli Xalifa Soyib Sapirlaqon ustozimiz ham bo'ladi, Ishon bobom amakim ham bo'ladi. Bu kishining yonida ko'p men fatvo yozganman. Chunki hammaga ma'lum, u kishi ulusning butun mushkulotlarini o'rtasida bor edi, hal qilar edi. Shularning fatvolarini menga yozdirar edi u kishi. Shuning uchun menga bir sodda, oddiy bo'lgan edi. Rahmatli mufti Muhammad Iso Qabul Vafoning yonida muftiy ifto taxassusini mashq qildim. U kishining yonida shu narsani bitirdim. Tashakkur, salomat bo'ling. Lutfiy janoblari qiyir-qiyirlarda o'qishlarni davom berdingiz
yo tashqari o'lkalarga ham o'qish uchun ketdingizmi? Albatta mening umuman tahsilim Afg'oniston ichida bo'lgan. Tashqi o'lkalarga borganim yo'q. Men o'z amakimning yonlarida Bobo Ali alayhi rahmatda tahsil oldim, hatto tadris qildim. Undan keyin mana shu hozirgi madrasamiz Said Merkulolda tahsil oldim, tadris qildim. Mazor Sharif bordim, rahmatli Shayx Abdul Xoliqning yonlarida o'qidim. Endi diniy tomonlarimga. Pantun ham aynan shunday davlatli pantun o'qidim, xususiy pantun o'qidim. Muntaho men tashqi o'lkalarga tahsil uchun borganim. Juda yaxshi. Tashakkur. Salomat. Lutfiy janoblari hayot ichida nima adablaringiz bor? Menda eng asosiy hadafim tahsil olishdan moddiyot qo'lga keltirish emas edi. Asosiy hadafim bir jamiada bir insonlarning avlodiga men ham bir foydam tiyarmikan, men ham o'z hissamni qo'shib bilarmikan degan umidda edim. Alhamdulillah bugun qo'limdan kelganicha huzuriy yo onlayn tariqada talabalarim bor, tadris qilib to'xtaman. Eng asosiy hadafim shu edi alhamdulillah. Tashakkur. Hurmatli do'stlar, Lutfiy janoblari aniqlikni katta iftixori va men xususan bularni ilmini o'zlarini juda sevaman. Bular albatta aytish kerak, bugun bu hafta mavzuimiz she'r to'g'risida edi. Bulardan so'roqlar bor, inshaalloh ulardan javob olamiz. Lutfiy janoblari asl mavzumizga kelsak, she'r nazaringizda nima va qanday ta'rif qilasiz? Endi she'rni kulli jomi ta'rif qilish biroz qiyin. To'g'ri. Chunki donishmandlar, bilimdonlar turli ta'rif qilgan. Masalan, Arastu aytadi, haqiqatdan deydi, hunariy taqlid qilishlik deydi. Yo Aflotun aytadi, bu she'r deydi, haqiqat emas bu deydi. Bu taxayyul deydi. Yoki oriflar aytadi, kashf va shuhudning tili bu deydi. Yo romantiklar aytadi, romantik maktabining bilimdonlari bu deydi, ehsosning favora urib chiqishi deydi. Har kim har turli bilimdonlar nazar beradi. Men to'g'risini aytsam, har qaysining nazarini ham qabul qilaman. Ba'zan she'rlar bor ehsos bilan keladi. Ba'zan she'rlar bor otifaning o'ynab kelishi, uyg'onib kelishi. Ba'zan she'rlar bor voqeiyatdan taqlid qilinadi. Ba'zan she'rlar bor ilhom bo'ladi. Shuning shakli men shularning hammasining nazarini ham qabul qilaman. Bali, salomat, tashakkur. She'r dunyosida qanday bir dunyo o'zi va nima go'zalliklar yopilgan? Albatta she'r dunyosi menga bir zamonlar bitta aytgan edi, bir katta bir narsani peshnod berdi. Shu narsani istaysanmi, she'r shoirlikni. Agar shu kamyoblikni yutuqlikni istasang, ya'ni menga o'sha nimani shunday qo'limga berar edi. Men yo dedi she'rni tanla yo shu yutuqlikni. Men aytdim she'rni tanlayman. Nima uchunki she'rning o'zida bir ehsos, bir muhabbati bor, insonning qalbidan o'ltirdi. Undan ayirishlik juda qiyin. Shoyat mumkin bo'lmasa. To'g'ri. Shoirlar aksaran she'r aytibdi, oxir umrigacha ham o'sha she'r bilan irtibotli bo'lgan tegishli. To'g'ri, tashakkur. Anxuy to'rtala o'lisining, xosatan yoshlarning, yigitlarning aloqasini she'r to'g'risida qanday ko'rasiz? Alhamdulillah, Anxuy talabalari to'g'risida aytsam, men yosh yigitlar to'g'risida aytsam, Anxuy o'lisi har baxshda, har bo'limda o'zidan o'rin qoldirgan. She'r va adabiyot sohasida ham shoyat Afg'oniston bo'yicha shular o'zlaridan bir yangilik yaratgan. Masalan, bularning yosh anjumanlari bor, yosh shoirlarning, yozuvchilarning anjumani bor edi. U ham davlat tarafidan rasmiy bo'lgan edi. Afg'onistonda men bunday bir anjumanni ko'rganim yo'q edi. Bu yoshlarning she'r, adabiyot bilan qiziqishi bo'lgan. Shuning shakli ham bizning o'zbek adabiyotimiz, turkman adabiyotimiz degan paytda Anxuy hammadan oldin boshqalarning zehniga keladi. Nima uchunki bu yerlarda manba bor, bu yerda kishilar shavqman, aloqaman shu adabiyot bilan. Umuman bular boshqa baxshlarning bo'limning yonida adabiyotdan bular ayrilmas o'zlarida o'rinlari bor. To'g'ri, tashakkur. Anxuy to'rtala tumanining she'r
anjumanlarini qanday ko'rasiz va ta'sirlaridan aytsangiz? Oldin bularning faoliyati ko'p yaxshi edi. Bular o'zlaridan hatto ba'zilari asar ham yaratdilar, To'g'ri. nashr ham qildilar, chop etib. Hozirgi zamonda biroz shu kungi kunlarda biroz zaiflashgan. Buni ham men omilini biroz nima ochiqlasam, ba'zilari ba'zi yerlarga safar qilgan. O'lkadan tashqari Tashqari. kishvarlarga safar qilgan. Bir ikkita kishilari bor, ya'ni hayot mushkulotlari bilan, siqilishlari bilan mas'ul bo'lganlar. Yanada men bu anjuman to'xtagan bilan, ammo adabiyotimiz bu yerda qo'zg'alib turganiga men shohidman. Tashakkur. Salomat. Lutfiy janoblari necha asar xalq xizmatiga bitdingiz, tayyorladingiz? Asarlardan o'tsangiz. Albatta men bir necha asar mustaqil yaratdim, bir necha asar boshqalarning yozgan asarlarini qayta ishlab mustanad shaklda tanqidiy chopga tayyorladim. To'g'ri. Bir miqdor mana hozir yengimda bor. Bir qanchasini men chopini chop topolmay keldim shu hozir. Men Naqshband va Navoiy deb Porso Shamsiyevni asarini nashr qildim. Abdurahmon Jomiy Alshir Navoiy Sulton Murod olimning ilmiy asarini nashr qildim. To'g'ri. Hazrati Sufyonlarning Sibotul Ojizin asari ustiga sharh qilingan Hidoyatut Tolibin Said Habibullaxon yozgan bu kishi. Bu matn albatta to'liq matn, Sibotul Ojizinning mukammal matni va ayni zamonda bu sharhlangan, izoh berilgan, ochiqlangan. Buning men tanqidiy ishlab chiqdim, nashr qildim. Do'stlardan, buzurglarimizdan Oyshoy Abdurahimon Xoyimoli yordam qildilar. Buni ko'p yaxshi savobot bilan nashr qildim. Va o'zim ham bir ilmiy asar nashr qilganman, taqriban 60-70 manbadan. Bu Afg'oniston o'zbeklari ichida mumkin mubolag'a bo'lmasin, 3-asar bo'lsa kerak, chunki Hazrat Alisher Navoiy birinchi kishiki aruz vazn to'g'risida Turkiya olamida birinchi kishi asar yozgan. Undan keyin Hazrat Bobur o'z muxtasar risolasini yozgan. Men bu risolani nashr qildim. Mumkin kamchiligi bo'lsa, ikkinchi chopi bu, birinchi chopini men topa olmadim. Tamom bo'libdi. Bu 3-asar ediki o'zbek adabiyotiga men kaminadan nochiz kamtarin sovg'a. Rahmat. Katta tashakkur. Mana bunday nimalar ham bor. Risolalarim fiqhiy masalalar to'g'risida, masalan, xamirmoya to'g'risida yo marohim va tazriqot tibbiy ro'zador. Juda yaxshi. Shunday boshqa risolalar. Mana bu risolaki Islom mabodisi oxirgi nashr qilgan risolamki, buni ham ikkinchi chopi, birinchi chopi tamom bo'libdi, ikkinchi chopini hozir topib keldim. Ko'p tashakkur. Lutfiy janoblari Hanxga qolaversa Afg'onistonga katta xizmat qildingiz. Sizdan tashakkur, salomat bo'ling. Xalq so'rog'i, ruboiy va dubaytining farqini aytib beringlar deb so'roqlar. Ruboiy va dubayti ikkisi ham ikkita janr, ikki qolip. Bizning mumtoz adabiyotimizdagi qo'llaniladigan qoliplardan. Ruboiy aruziy vazn jihatdan buning 24 vazni bor. Ikki shajarasi bor, biri ahram shajarasi, biri ahrab shajarasi. To'g'ri. Xo'p, bular hizaj bahriga tegishli bo'ladi. 24 vazn ko'proq shu vaznlarni muasir va ya'ni mutadovil vaznlardan arabcha bir nima ham bor. La havla va la quvvata illa billah vaznida bo'lsin dedilar. Yo maf'ul mafa'il fa'al maf'ul mafa'il mafa'il fa'al maf'ul mafa'alun mafa'il fa'al. Mana shunday buning 24 shajarasi bor. Bu ruboiyning xos o'zining qoliplari. Ammo Dubayda bu narsa emas. Dubayda serbast ozodchilik bor. Buning vazni bo'lib biladi. Ramalda bo'lsa ham bo'lib biladi, Hizaj barining boshqa bo'limlarida bo'lsa ham bo'laveradi. Tashakkur. Salomat bo'ling. Hurmatli do'stlar, dasturimizda davom bor. Lutfiy janoblari, siz qaysi qoliplarda she'r bitasiz? Qaysi qolip she'r bitmoq uchun oson tamom bo'ladi? Endi
har kimning bu narsa zavqiga qaraydi-da. To'g'ri. Bizlar, men shaxsan o'zim g'azal qolibini ko'p yoqtiraman. G'azal qolibi bizning mumtoz adabiyotimizda ham ko'p qo'llanilgan va hozirgi zamonda ham qo'llaniladi. Lekin ko'proq mutadovil yangi qoliplarda ham oq she'r bo'lsin, erkin she'r bo'lsin, nemoyi yoki barmoq vazndagi she'rlar bo'lsin, shularda ham bizlar she'r aytamiz, ammo ko'proq g'azalga shavqimiz ko'proq. Endi men bu narsani ham she'r yozishlik uchun qaysi qolip qo'layligini ular insonlarning zavqiga qo'yaman. Har kimki qaysi qolipga shavqman bo'lsa, o'sha qolipda yaxshi aytadi. Men ba'zi ustozlarni ko'rganman, mustazodga ko'p shavqman. Ba'zi kishilarni ko'rganman, musaddas ko'p yozadi. Ba'zan muhammas. Men shaxsan o'zim muhammasni ham ko'p yoqtiraman. Qancha muhammas ustozlarimizning mumtoz adabiyotdagi yozuvchi shoirlarimizning she'rlariga muhammas ham bog'laganman. Muhammasni ham yoqtiraman. Ya'ni g'azaldan keyingi qolibiki menga ko'p yoqadi. Ruboiy bo'lsa, ruboiydan keyingi muhammas. Tashakkur. Salomat. Lutfiy janoblari qaysi shoirlarni she'rini ko'proq yaxshi ko'rasiz? Men mumtoz adabiyotimizdan Hazrat Alisher Navoiyning she'rlarini yoqtiraman. Undan keyin Hazrat Boburning she'rlarini yoqtiraman. Men ko'proq Hazrat Navoiyning she'rlarini o'qiganam, o'qiyman ham. Muasir adabiyotimizda ustoz Labibning she'rlarini yoqtiraman. Ulfat Soyabning she'rlarini yoqtiraman. Men she'r lekin aytmayman, mana bu kishi yosh, yangi shoir, buni she'ri bo'ladimi, o'zi bo'ladimi deb o'qimaslik qilaman. Juda yaxshi. Ya'ni shu ba'zi bir yosh shoirlarimiz bor, yangi she'r dunyosi bilan qiziqqanlar, vaznlarida mushkil bor, yo barmoq vaznda aytadigan bo'lsalar, hijoyi mushkillar bor. Shularnikini ham o'qiyman. Qani bularda nima narsa bor? Yangilik bormi? Yangilik bo'lmaganda nima kamchilik yoki qo'limizdan kelsa bir yordamlashsak. To'g'ri. Alhamdulillah, muasir adabiyotimizda o'zbekchadan, turkmanchadan tashqari men forscha ham mubolag'a bo'lmasin ko'p shoirlarning she'rlarini o'qiyman ham, o'qib turibman ham. Yanada ham o'qiyman. Tashakkur. Lutfiy janoblari, salomat bo'ling. Bolajonlarni tarbiyasida she'rni o'rni qanday? Endi bunga biroz nizo bersam, ilmiy bunga yondashsak, bolalarning tarbiyasida she'rning o'rni ko'p katta bo'ladi. She'r aslan umuman insonning tarbiyasi uchun xizmat qilib kelgan. Hatto inqilob uchun she'r xizmat qilgan. Urushda, savoshda qozonish uchun she'r xizmat qilib kelgan. She'rning yaxshiligi shu yerda, she'rda bir musiqasi bor. Bali. Uning o'zini ichki musiqasi bor, tashqari musiqasi bor. Bular sabab bo'ladiki, bolajonlar bun bilan qiziqsa. Bu o'zida bir hamohanglik va tez yod qilishlik uchun bir narsani. Misol sifatida bir narsani oddiy nasr bilan bayon qilsangiz, talabani yodlash biroz qiyin bo'ladi. Agar shuni bir she'r ohangin qilib bir aytib bersangiz, tez talaba o'rganadi. Shuning uchun bolalarning o'rganishda she'rning o'rni, she'rning ta'siri ko'p katta. Rahmat, tashakkur. Aziz hurmatli ko'ruvchilar, dasturimiz ham qarib adog'iga yetib kelmoqda. Dasturni shu bo'limida hurmatli Lutfiy janoblaridan bir diklama istaymiz. Xo'p. Men bir parcha o'zbekcha she'r o'qib beraman. To'g'ri. Albatta bu she'r romantik, uning keyinidan bir parcha irfoniy she'r ham o'qib beraman. Nega ay ishq vafosiz bo'lding, seni jondan oshirib sevgandim. Bah, bah. Nega ay ishq vafosiz bo'lding, seni jondan oshirib sevgandim. Negadir qora qarong'u kulding, seni deb o'tlar aro kuygandim. Kechalar uyquda mehmonimsan, qani g'ayratga kun izhor etsam, sen o'jarsan, yanada jonimsan, qani jur'atga seni unutsam. Qulog'imga yuragim shivirlab, cholakur qo'ng'irog'ini deydi. Bah, bah. Miya g'am ostida qolib terlab,
ne qilayman deb o'zini yeydi. Nega baxtimning oyi chiqmaydi, bulut ortida dam olib turgan, bu qarovlikni urib yiqmaydi, nega olisda yo'qolib turgan. Qarib 3-10 hayotimni kechdim, qarib 3-10 hayotimni kechdim, bu yigitlik gulini chaqnatdim va hanuz g'am suvini ko'p ichdim va hanuz atrisini tarqatdim. Yana qo'ymay xayolimning qo'lidan tutadi eski sevimli chog'lar. Yana umid gulining bulbuliman. Menga shohid bo'ling ey yaproqlar. Tashakkur. Bir parcha forscha irfoniy she'r o'qib beraman. Chunki bizlar albatta aytishim kerak, biz o'zbeklar Hazrati Navoiy Muhokamatul Lug'atayda aytadi. Qaysi turkni ko'rsang deydi, fors adabiyotini biladi. Balki ulardan ham yaxshi biladi. Shuning shakli bizlarda she'r shakkar ham bor shuning uchun. O'zbekcha va forscha. Shu uchun men ham Hazrati Hofizning bir parcha she'riga nima yozganman, tatabbuq qilib nazira yozganman, o'qib beraman. Eshitamiz. من از این جسم و از این صومعه دیر آزادم. من از این جسم و از این صومعه دیر آزادم. پای من بسته به زنجیر به او دل دادم. من عروجیم و پرواز کنم ناجایی. من عروجیم و پرواز کنم ناجایی. متعلق به همانم، متعلق به همانم و از آن انشادم. نفسم طایر قدس است و به پرواز آید. من به این دامگه جسم چرا افتادم؟ من و این جسم و زمان ربط تضادی داریم. من و این جسم و زمان ربط تضادی داریم. چقدر رابطه نزدیک کنم بربادم. ربی ارنی انا فی طورک جئت ربی ارنی انا فی طورک جئت وعده وصل بده های برس فریادم. ز گلستان محبت نوزد نومیدی. دست من گیر و در این جلگه بساز استادم. تو وجودم، تو نبودم، تو غنودم، تو خلود، تو ثبوتم، تو خرابم، ز تو من آبادم. من و تو بستگی سابقه داریم بلی. من و تو بستگی سابقه داریم بلی. من همانم که تو بگذاشته دنیادم. Tashakkur. Salomat bo'ling, lutfi janoblari. Hurmatli do'stlar, dasturimiz ham o'z adog'iga yetib keldi. Bir so'roq zehnimda aynaladi, shuni ham bir so'raylik. Lutfi janoblari she'r bitganlar oshiq deydilar. Bu borada nima deysiz? Oshiq dedingiz, oshiq bildingizmi? Albatta bu durust. She'r masalan shoirlarning tabiga qaraydi. Ba'zan shoirlar bor, romantik shoirlar bo'ladi va ko'pincha oshiq ham bo'lgan. Chunki she'rda bir turtki bo'lishi kerak. Bir o'yg'otib to'xtasa. Hazrati Shahriyor ham aytadi, mani deydi 40 yoshimgacha deydi, o'sha majoziy ishq turtki qilib to'xtadi deydi. Ishq, romantik she'rlar aytdim, g'inoyi she'rlar. Undan nari ta'limiy she'rlar boshlandi, irfoniy she'rlar boshlandi meniki deydi. Bizlar ham g'inoyi she'r yo romantik she'rlar aytamiz. Xiyolimizda turtki yaratamiz, ammo bir aniq turtkimiz yo'q. Ana hozirgi alhamdulillah men hozirgi nishonlanganman. Ana turtkimiz o'sha. Salomat, tashakkur. Mana do'stlar, bu so'rog'imiz do'stlar, dasturimiz ham o'z adog'iga yetib keldi. Lutfi janoblari, hurmatli ko'ruvchilarga, Xushol TVning ko'ruvchilarga nima aytar gaplar, nima payomlar bor? Men sizdan ko'p xush bo'ldim. Bunday bir ilmiy va farhangiy shaxsiyatlarni
man albatta o'zimni unday bir katta tutib shaxsiyat demayman. Hop, man kaminani ham listga olgan ekansiz, uning uchun minnatdorman. Man do'stlardan istayman, Qo'shol TV bilan bo'lsinlar, do'stlar bilan poylashsinlar. Bunday ilmiy adabiy farhang, xususan bizning Andxoyimizning shaxsiyatlari dunyo bo'yicha tanilsin. Tashakkur. Hurmatli Muhammad Hanif Lutfiy janoblari, sizdan kattakon tashakkur. Hurmatli do'stlar, dasturimiz o'z adog'iga yetib keldi. Umid qilaman bu dastur sizlarga yoqimli tomon topgan bo'lsa, to kelajak dasturgacha sog' va salomat amal yashang.